biz ikkalamiz qadrdon bo'lib, men bo'lmas boshqa birisi o'tib ketyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Chiqib aytdim darsdan ustoz, iltimos qilaman, meni solishtirmang bilan. Mayli, menga yaxshi. To'ylar qachon bo'ldi? O'tgan hafta. Yo'q, deydi. Shom uyda mashinasiga. Yaxshimisiz? Rahmat. Salom. Ustoz keling hozir. Ha, primeraga. Chaqirib ko'ring. Salom qilib berardi. Mana qo'yaman. Siz shunda ham ko'rsalar bo'ladi. Tushunmadim. Kuyov bola olib kelsin. 3-qatta 9-sinfda davlat bilan chiqib qoladi. Maktabni bitirdingizmi? Bunaqalarda nafas. Qaysi ko'karmaydi? Farhmat, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Juda ham yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Shoh sal pastroq. Sho'g'lab, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana qilmayman, o'zi olib qo'yinglar. Oldimga mamdoq kelsa. Gapni aytdim, opa. To'liq yozing, tushunganman. O'sib guruhdan chiqdimi? Yo'q. Kelinglar. Shunga qo'yma mana. Sizga qo'yinglar, ko'proq kirsin, boshida ko'rarganga bog'liq. Bizga gapni rahmat. Hoppa. Salom, yaxshimisiz? Rahmat. Men sal bosdingiz. Ozgina bos. Shtraf keldimi? Yo'q, keyinroq keladi. Assalomu alaykum. Bitta obraz postaman, rahmat. Qaysi obraz ko'proq yoqdi? Birinchisimi yoki ko'ynelimi? Yozinglar. Obrazga gapir, rahmat. Qalaysiz? Hozir biz yengil klip qo'ydik. Yaxshi. O'shani hozir so'zasini qo'yaman, istoriga bitta videolarim o'zingizda ustoz meni olib siz bilan sinov ko'ynayman. Soat 3 da. O'shanaqadan tashabbus bo'lar ekan menga videolar. Qo'yardim mana men sevdim. Ha, tanlab tashlab ol. Barisi bilmayman. Mana o'zini tashlab olsin, sen ko'proq. Qaysi obraz yoqdi sizlarga ko'proq? Birinchisimi yoki ikkinchisimi? Birinchisi sportivniy ochkili, ikkinchisi ko'yneli, bordoviy rang ko'yneli. Mana bu qolmay bitta o'rtoqlar. Kim bilan boryapsizlar premyeraga? Masofkadagilar ham bormi? Bir xilla bor. Biz Ruho bilan va Tanjudilla bilan boryapmiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Elektron jo'natishdan iloji bormi? Galereyada Yo'q, Telegramdan tanlab olganingiz osonroq. O'rda piyonizdami mana. Assalomu alaykum hammaga. Qanaqa savol bo'lsa yozinglar. Istoriyadan kirib silga qo'yganman. YouTube'ga o'tib o'sha klipimizni ko'ringlar tez. Yozinglar qaysi obraz yoqdi. Birinchi obraz yoqdi, ikkinchi obraz yoqdi. Rahmat. Bir. Qaysi obraz yoqdi? Ketma-ket yozishdi. 1, 2 deyishdi. Ikki xil odam. Birinchi obraz yoqdi ko'proq. Mana kanalımıza bor qo'shadigan bo'laman manman. Ha, iltimos, grammatik xatolarsiz yozing kanalga, shuni aytmoqchiman aytgancha. Ketmadinglar ya bizani. Voy. Kelinglar, joy bo'lsa. Siradinglar bitta. Ollo yomon deyiladi. Uchtamiz ketamiz orqada. Qayerga ketasizlar premyeraga? Voy, siz mana ozgina ochorali yomon qo'yman ketdi. Ochib beramanmi? Sorma da oppoq. Ketasizlar. Asilaga o'xshab. Premyerni klipni ko'rdim, zo'r chiqdi. Ikkala obraz ham. Rahmat. Birinchi obraz ham obraz chiroyli. Salom, assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz premyeraga? O'zingizga qiziq. Ana, eshitdinglarmi? Qarab turibsizlar, deyaptilar ustoz. Bagajga tushib olma hozir. Tez yugurib yetib kel. Hozir keladimi? Balki keladi. Hamma so'rayapti, mendan ham даже. Nimani? Hozir chiqib ketdim, hozir keladimi? Hozir nima qanaqa? Kommentariy o'rishayapti, rahmat. Bekor urishasiz shu boru. Ha, umumiy to'g'ri. Yomonlik miyamga beraveryapti gapni. Vashi o'qish kerak emas. Nima ishi bor?
Mikrofonni yoqaman. Biz nima hosil qilib bo'lganmiz? Biz Nilufar, Chol aytib beringlar. Roman komik, roman masala. Cho'g'risi yoqdi. Rahmat. Cho'g'risi yoqdi. Rahmat. Tilnos privet. Hech narsaga e'tibor bermaysiz. Shabana opa qani shu yerda? O'zidan ham primoy qilyapti. Ha, o'chirding? Kelobrizlaringiz chiroyli ko'rsatamiz. Rahmat. Klip qaysi joyiga ta'sirlandinglar? Qaysi qismidan jimirlab ketdi? Nega ketyapsizlar chiroyli bo'lib? Konsertdan chiqdik, endi premyeraga ketyapmiz. Bitta deyapsiz. Mikrofon o'chib qoldi, ha? O'chirib yo'q. Bir xilmi, ikki xilmi deb tavakkaladim. Kommentariyada YouTube'da kira olsalaring, o'zlariga yozib qo'yinglar. Kuzatayotganlarga rahmat. Falonchilarga rahmat, unga rahmat, bunga rahmat. Yozib qo'yinglar. Nega men yozganimni o'qimayapsiz? Yozing, o'qiyman. Sani anaqangga keyin ular rak bosadi, javob qaytaradi. Chiroyli yozing. Premyera yo'lladim. Yo'q, premyera konserti bo'ldi. Keyin mashinaga chiqib ko'rdik o'zimiz ham. Bizlar davlat tadbirida edik. Ana. Kimdirlar taqdirlarini his qo'shilayapti. Yaxshi zo'r-ku. Kimdir taqdirlanishiga bizga qo'shib bersin. Amirxon Best Show deb e'lon qildi. Nimaga? Entakda. Keyin katta qildirsa bo'ldi. Shuncha aytib, Best Show. Sen joy menga rosa yoqdi. Assalomu alaykum. Sahna kichkina ekan, miko. Kichkina qurishdi-ya. Panjiri sumkaga qo'ydi. Yuradigan keng. Sabon. Chiqqansan. Bardovi kimda ko'p Faqat ko'ringansan. bir umrda chiqqanman. O'sha aniga qo'ygan, treylerga qo'ygan joyda chiqqanman. Bunaqa qilib qo'ygan faqat. Qilgan joy. Chiqqan bo'ldi, shu mana bitta ham chiqadi. Senchi, beton. Ishonmasangiz ko'ring. Bir dona chiqishni necha olib to'g'ri? Qattasiz. Yo'ldamiz premyeraga ketamiz. Umuman qo'yilmagan, faqat bir chekkada bormi? Yo'q. Bor. Qizlar mashina urib ketgan joyda g'alati bo'lib ketdim deyishibdi. O'zi qo'shiq qanoti. Klipga. Sizlar ham 6tasi, 7tasi. Yozishibdi, qizlar mashina urib ketgan joyda g'alati bo'lib ketdim deb odamlarni aytijimlarlab. Ales yaxshi. Alligacha har kuni yozadi ism. Anovimizga. Zo'r ketayotgan Shabon ismini solmadi. Bu ismni aytib olsang bo'lmaydimi? Ya bir siz telemoq. Qay yozadi desang bo'lmasmidi? Aytganda lekin o'zini Bo'yishtamisiz? Qasdan ham qizlar mashina urgan joyi ta'sirli chiqibdi. Rahmat, yana qaysi joyi ta'sirli bo'libdi? Shunda sen budjet o'qiysanmi, kontraktmi? Davlatni qachon zapis qildinglar yangi qilib? Kechadan ketyapti kursdan to'yba. Nima zapis qildik-ku? Hay, makeup zo'r, rahmat. Vallahi o'tirib. G'alati kurs umuman aqlimiz. Hozir keladilar meni guruhga keyin premyeraga usulmadim. Bugun balki kelarlar. Lekin xudo xohlasa kliplarga, konsertlarga keladi bu yog'iga. 19 qoldi. Shu yerda ishlang. Lekin yozganlarimni o'qimaysiz opa. Yozing o'qim. Nimaga siz bizda berganlarni bor edi? Yo'q, biz Amerikaga ketdik, bitta o'rtog'im bor edi o'zimga. Hozir ular boshqa mashinada. Chiqdi. Istoriyamga kirsanglar, sizga qo'ydim. Yangi klip deb.
O'sha ссылkadan o'tib ko'rib oling. Kursinglar bo'ladi. O'sha yerda kommentga fikr yozinglar. Biz kommentlarni o'qib javob yozamiz sizlarga YouTube'da. Hujjatlarga munosib bo'lgan. Yo'q, o'zi shunaqa qiluvdik. To'g'riladik. U tayyor emas variantini eshitgansizlar menimcha. Zavlatga munosib bo'lgan. U eski variant, tayyor emas variant. Va nega aktiv fan akkalaringizni taniysizmi? Savolingiz tushunmadim. Agar fan akkalaringizni taniysiz desangiz, ha, bir ko'pini taniyman. Aktiv bo'lib yozib akkalant qilib turadiganlarni taniyman. Balsga tushayotganda qiz yo'q bo'lib qolganda, ya'ni bola xayolida qiz paydo bo'lganda. Bu yo'ldachi yigit eslagan, xayolida shunaqa bo'lyapti deb o'ylagan. Nigoh uzukni audio variantda chiqaringlar YouTube'ga. Ustozlarni baxt bo'lsinni audio qilib chiqaringlar YouTube'ga deyishyapti. Audio qilib chiqarmaymiz yaqinda o'sha ozodan to'yidan yig'amiz. Ha, bo'ldi. Hozir pana to'ylardan klipga o'xshab yig'ar ekanmiz. Premyera bo'lar ekan. Qarshilagin ko'rib quchoq. Zo'r bo'ldi. Yuragidan unga joy bergin. Kursoshimni qo'shig'i. So'rab olganmiz, o'rganganmiz. So'rab Jasurbek Rahimov degan kursoshim bor. Men undan so'rab qo'shiqni olganman. Tektasi yozibdi-yu. Jasur Rahimxon deganni qo'shig'ini aytibsizlar, ko'chirmachilar, o'g'irchilar dedi. Rashnom qilib tashlabdi. Ajab bo'pti. Keyin bola o'zini yashagan ta'sirini chiqqan. Kursoshim sovg'a qilgan menga u qo'shiqni. Eng aktivdan rashibni Yaxshi qiz o'g'ri. men tanishman dakchiman qo'xan taniyman. Aytib ketyapsiz, juda ham rahmat. Premyeraga ketamiz. qo'ydik. Ozda xursand bo'ldilar, rahmat aytib yuboribdilar. Zerikib o'tiruvdik, biz chiqsin deb chiqib qoldinglar, kayfiyatimiz ko'tarib o'tirdilar o'shani to'yda. Siz bugun aytasizmi? Guruhga ham yozdilar-ku, Ozoda. Guruhga ham yozdi, kechqurun soat 12:30 yozdi-ku. Rahmat boringlarga shukur deb yozishdik. Zerikib o'tiruvdik, sizlardan keyin bomba olib ketdi. Siz ko'rib qaytib kelolmay klip oxiri unaqa bo'ladi deb o'ylamovdim. To'ylarni qizdiradida yondirib keladi. Keyin bilasizlar, mana tempni tezlashtirganimiz ham zo'r bo'ldi. Ikkita qo'shig'imiz ham tempni tezlash seziladimi yo'qmi? Yana kim bor bilan? Bildim, lekin To'yda shunaqa qilishadi, tezlashtirishadi. Ha, Johirga aytib tezlashtirib oldim. O'zbekcha gapirmang, gapga yetarman, gapimga. Nima qilaraydi to'yiga xudo xolasa. Men ham tanish ekan, oldingi film bor edi. Qaysidan? User live-mida? Agar adashmasam. Soat dedilar ertalabdan dedi uyimga boraman, uyimdan keyin to'g'ri anaqada boraman. Biz boramiz, boshlanarkan 12 da boshlanarkan ayollarning to'yi shunaqa dedilar. Boramiz. Bo'lar ekan. Ertalab to'y. Ulgursa bo'ladi, lekin ertalab borib tez qaytib kelish kerak bo'ladi. Borishar ekan. Kuyovnikiga keyin obedda boramiz dedi. Taklifnomada lekin soat 9 deb yozilgandi. Berganlarda. Ertalab 9da deydi. Endi o'zlaridan so'rash kerak yana. Telefonlashib so'raysizlarda, agar mana Gap bo'lar. Faqat biz ketasan premyeraga yo'q. Yana mashinada kechib o'tirganlar. Lekin Qaysi? yangi O'zbekistonning soat 6da qo'yib qo'yadi. 3:30 yetamiz. 3:30 yetib kelishimiz mumkin. Shuni edi. Keyin tayyor bo'lib kelishimiz kerak. Tayyor bo'lib keyin kelishimiz kerak. Rest chiqib ketishimiz kerak. Ha, shuni edi. Nimagadir yo'q bo'lib qoldi shu odam. Bir qayg'udan yo'q edi. Info Shuzada live, fan account. Deb bitirganmiz. Siz davlatda qachon chiqasizlar deb qo'yib hamma jamlanchi. O'qishim oldidan o'tyapmiz. Klip olib chiqaramiz, xabarsiz qolmaysiz. Hozirda bir nechinchi yil 2004. Ha, beryapti. Ruhni hozir chiqib ketmaydilarmi? Yo'q, xohlisi shu yerda. Doktor Shabba nima oldi qilan ko'rsatdi. Qilmoqchilar datsen. Nimadir ha, juda. Birinchi may kuni bilan tabriklagan shu katta rahmat uchun xursand bo'ldilar. Rahmat. Bakuga, Salom alaykum. Eron. Yo'q. Yaxshimiz, rahmat. Qayergadir bordilar-da o'zlarini master klasslarini o'tib, kitoblarini qilib ko'rsatib, jurnalistikada birinchi kursman-ku, o'tgan yili maktabda bitirdim. Endi faqat shu fanatdan endi yo'q nimaga? Zo'r edi-ku. Bitirdim, borib keldi-yu. Hozirga borib kelishlar zo'r bo'ladi. boshlanadi. Matematika kelsin qaytarib tursiz bo'ldi.